o'zingiz ish boshlashni 5 ta eng qiyin tomonini hisoblab o'taman. Mana shularni agar qila olsangiz, o'zingiz ishingizni boshlang. Birinchisi bu javobgarlik. Javobgarlik faqat o'zingiz uchun olib bormaysiz, balki o'sha boshqalarni javobgarligi ham sizni bo'yningizga qoladi. Ikkinchisi, siz kerak bo'lsa o'zingizni ishchilaringizdan ham kam topasiz. Chunki предпринимательlar har doim ham faqatgina pul topadi, pul olib o'tiradi degani emas. Inogda naymniy ishchilar даже ko'proq topishi mumkin tadbirkorlardan ham ko'ra. Uchinchisi, seni hamma ham yaxshi ko'rmaydi. Chunki nachalniklarni hamma ham yaxshi ko'rmaydi. Ular o'ylaydi, biz ishlayapmiz, nachalniklar pul topyapti. A teskarisi na samom деле. Ularni biz boqayotgan bo'lamiz. To'rtinchisi, sizni umuman bo'sh vaqtingiz bo'lmaydi. Ishchilar soat 6 da ketib, borib uyga dam olishi mumkin, lekin sizni grafikingiz kerak bo'lsa 24 ga 7 bo'ladi. Hammadan ko'p ishlaysiz. Beshinchisi, bu hech qachon tugamaydi. Muammolar hech qachon tugamaydi. Agar siz shu narsaga tayyor bo'lsangiz, o'zingizni ishingizni boshlang.